Jigarlar, eng yaxshi joyga keldik. Isuzu so'raganlar uchun Isuzu'ni 5 tonnaligi, nomerni hamchi bombasini topib qo'yishdi lekin 2018-yil ishlab chiqarilgan bu 5 tonnalik mashinamiz balonlari ham juda ham zo'r holatda turibdi. 4 ta 100 talik metan balonlari bor ekan. Salon qismlari juda ham zo'r holatda turibdi. Bunichi eng qiziq tarafi egalaridan. Probegi 5 kurik bo'lgan. Bularga probeg bo'lmaydi, bularga sastana bo'ladi bularga. Voh. Tayyor shunday olib zavod qilib, maza qilib buni ishlatsangiz bo'ladi. Jigar, bunacha yili juda ham zo'r ekanda lekin. Ana, yiliga mosda. Hozir pulni aytaman, miyasi qiladi. Isuzu'ni o'zi avtobusdan taxlanmagan ekan. Заводской родной Isuzu, biron joyga kraskasi yo'q, polni родной. Telefon nomerlarini pastda qoldiramiz, telefon so'rashingiz mumkin. Narxini tortishib, talashib 26 mingga tushirib qo'ydik. Agar realni keladiganlar bo'lsa, yana 1-2 so'm o'tib berishadi. Lekin naqdga kredit qilsa ham bo'lar ekan, naqd pulga kelsa ham bo'lar ekan. Agar bo'lib to'lashga bo'lsa, lekin sizlarga ozgina qiyinlik qilishi mumkin. Bu meni shaxsiy fikrim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.